Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Ejevika ko'chat ishqibozlari, mashg'ulot ergashi Ejevika ko'chatlar bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana navbatdagi hosillarimiz, mana bu ikkinchi termamiz. Buni ham xudo xolasa 2 kunda uzishni boshlaymiz. Bu Loxnes sorti, o'sha ser hosili, mana hamma yoqda mevalari, mana tinmay pishaveradi bu. Qoraygan terilaveradi, mana bular ham irgilashib, qorayaveradi. Hammasi birdaniga pishmaydi buni, mana qorayganini uzilaveradi. Hozir bittasini uzib ko'ramiz mana. Mana shu mana bir dona hosili, Loxnes degan sortni mana shu. Mana shu mana yurgutga hisoblaganda teng yarmi bo'lyapti. Bu yildan yilga irik qilaveradi. Bundan oldingi yil ichida maydaroq qilgan. Mana hozir bu yil rosa ham irik, bu yildan keyinga yana ham iriklashaveradi. Buni mana hosillari juda ham ko'p. Mana har bitta baktayda mana hosillari bor. Mana hosillari. Mana. Agarda kimgadir shuni hosillar ko'chatlardan kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilanmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.